İslamdaki aile tüzümü. Abduri Muhammed Yusuf. 2. bölüm davamı. Aqiqa ve onun ahmiyeti. Aqiqa bala to'lgandan keyin onun chechini tushirgan chaqda Alloh taolaning bu katta ne'matiga shukr ado qilish yuzasidan yo'qsullarni taomlantirish uchun qilinadigan qurbonlikdir. Yangi tug'ilgan o'g'il bovoqning chechini to'liq tushirishning sunnat ekanligida barliq ulamolar ittifoqdir. Ammo qiz bovoqning chechini tushirishning sunnat yoki emasligi to'g'riliq ixtilof bor. Shundaqdimi tushirishning bovoq uchun foydali ekanligini tibbiy mutaxassislar ta'kidlamoqda. Aqiq qilish musulmonlar o'rtasida umumlashishi zarur bo'lgan ta'kidlik sunnat amallardan biri bo'lib, aqiq qilishda o'g'il bola uchun 2 qo'y, qiz bola uchun 1 qo'y bo'g'izlandi. Aqiq uchun bo'g'izlanadigan qo'yning qurbonlikqa yaraydigan qo'ydan bo'lishi shartdir. Aqiqini bovoq tug'ilib 7 kundan keyin qilish afzal sanalgan. O'g'il bola uchun 2 qo'y, qiz bola uchun 1 qo'y bo'g'izlash shartmi? Ayşe raziyallahu anhu Peygamber aleyhisselamның yangi tug'ilgan o'g'il bola uchun 2 qo'y, qiz bola uchun 1 qo'y bo'g'izlashga buyurganligini rivoyat qilgan. O'g'illar uchun 2 qo'y bo'g'izlash sunnat. Ammo iqtisodiy sharoiti yor bermagan kishilar 1 qo'y bo'g'izlasimi kifoya qiladi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda, ya'ni taqatinglarning yetishicha Allohga taqvodorlik qilinglar deb buyurgan. Qo'y bo'g'izlamasdan go'sht ilib tarqatsa bo'lamdi. Alloh taolaning roziqini ko'zlab qo'y bo'g'izlash ibodat bo'lib, xuddi hojilar haj jarayonida qurbonlik qilganiga o'xshash aqiq qilishdimi mol bo'g'izlab qon eqitish talab qilindi. Shunga birov aqiq qilishda qo'y ilib bo'g'izlaydigan pulga tayyor go'sht ilib, uni yo'qsullarga sadiqa qilib tarqitib bersa, sadiqa qilganning savobini albatta topadi. Ammo bu aqiqa qilganga yetmaydi. Qo'y setib ilib aqiq qilgan pulni yo'qsullarga tarqitib bersa bo'lamdi. Qo'y setib ilib aqiq qilgan pulni yo'qsullarga tarqitib bersa, albatta sadiq qilganning savobini topadi. Biroq bu qilganlik aqiqaga yetmaydi. Ammo qo'y setib ilib aqiq qilgan pulni iqtisodiy ahvoli bekmi nachar hojatmanlarga tarqitib berganning savobi aqiq qilganning savobidan cho'ng bo'lishida shak yo'q. Chunki aqiq qilish sunnat, ammo biror musulmon hojatmanning hojatini ravo qilish farzdir. Albatta, farz amalning savobi sunnat amalninkidan cho'ng bo'ladi. Aqiqining go'shtini qanday taqsim qilish yaxshi? Payg'ambar alayhissalom aqiq qilgan qo'yning go'shtini qanday tarqitish haqida belgilam qo'ymagan. Islom ulamolari aqiqining go'shtini xuddi qurbonlik qilgan qo'yning go'shtini bir taraf qilganga o'xshash bir taraf qilishning afzalligini so'zlagan. Masalan, go'shtni 3ga bo'lib, bir bo'ligini o'z oilasida yeyish, yana bir bo'ligini yo'qsullarga tarqitib berish, qolgan bo'ligini qo'shnilarni, tuqqanlarni va do'stlarini chaqirib hamma birga ziyofat qilishga o'xshash. Aqiqining go'shtining hammasida tamoq etib yoki go'shtning o'zini pishirib, el-jamoatni chaqirib, ularga ziyofat bersimi bo'ladi. Aqiqa qachon boshlandi? Aqiqini bola tug'ilib 7-kunida qilish sunnat. Payg'ambar alayhissalom har qanday bola o'zining aqiqasiga mahbusdir. Bola tug'ilib 7-kun bo'lganda uning uchun qo'y bo'g'izlandi. Beshi tushirildi va eti qo'yildi deb ko'rsatgan. Aqiqini 7-kunda qilolmaganlar 14 yoki 21 kunlarda yoki qaysi bir vaqt qilsimi ado topadiganligini ko'p sonliq islom ulamolari bayon qilgan. Hadisda 7-kunni qayd qilganlik faqat afzallikni ifodalaydi. Ammo qaysi vaqtda qilsa ado topadiganligida shak yo'q. Bu vaqtning chechining eg'irligida kumush sadiq qilish sunnatmi? Balaning chechini tushirganda, uning chechining eg'irlik miqdorini o'lchab, uning eg'irligida kumush sadiq qilish sunnat deydigan ko'z qarash mavjud. Bu qarashdagi ulamolarning dalili Alil ibn Abu Talib raziyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom navrisi Hasan uchun aqiq qildi va ey Fatima, buning chechini tushirib, chashning eg'irligi barobarda kumush sadiq qilgin dedi. Fatima raziyallohu anhu Hasanning chechini tushirib o'lchigan edi, 1 tanga yoki uningdan oz eg'irligi tang keldi degan hadisdir. Bu hadisning sahih darajasiga yetmaganligi sababli ba'zi ulamolar balaning chechining eg'irligida kumush sadiq qilishni sunnat yoki mustahab degili bo'lmaydi degan.
Aqiq uchun bo'g'izlanadigan qo'y qandoq bo'lishi kerak? Islom o'limalari aqiq uchun bo'g'izlanadigan qo'yning qurbonlik qilishga yaraydigan qo'ydan bo'lishini shart qiladi. Xuddi qurbonlik qiladigan hayvonning bak o'ruq yoki bak qeri yoki meyib hayvonlardan bo'lmasligi yoki qo'yning 6 oylikdan o'chkining 1 yoshdan kichik bo'lmasligi shart qilingandek, aqiq uchunmi bu shartlar talab qilindi. Aqiq bilan qurbonlikning o'xshamaydigan tarafi, qurbonlik uchun bir to'ga yoki bir kala 7 odamga kifoya qilindi. Ya'ni 7 odam birlashib bir to'ga yoki bir kala qurbonlik qilsa ado topadi. Ammo aqiqa bundaq emas. Aqiqada har bir bola uchun ayrim qon iqtish shart. Bir kala yoki bir to'ga bo'g'izlagan taqdirdimi, u faqat bir bolaning aqiqasi uchun bo'ladi. Aqiq qilish savob, ammo isrofchilik gunohdir. Cemiyetimizde nurg'un kishilar bolalarning aqiqasini qilish bahonasi bilan ko'p isrofxo'rliklarni sodir qiladi, buzib chachidi. Aqiqadan foydalanish haqqi bo'lgan yo'qsullarni, hojatmanlarni, yetimlarni va tullarni qayirib qo'yib, boylarni, mansabliklarni va obro'li hojimlarni chaqirib ziyofat o'tkazdi. Bundaq qilganlar hargizmi aqiqaning savobini topolmaydi. Chunki payg'ambar alayhissalom aqiq qilishga buyurishda yo'qsullarni g'izolantirish, shularga yordam qilib, shularning yuzini kuldirishni maqsad qilgan. Ammo zamonimizda bu aqiqani qilayotgan Uyg'ur musulmonlar bu maqsaddan chetda qolmoqda. O'g'illarni xatna qilish va xatna to'y. O'g'illarni xatna qilish odatining insonlarning otasi Odam alayhissalomning kelganligi so'zlandi. Miladiyadan burungi 3500-yillarga oid Babil madaniyati qo'lyozmalarida o'g'illarni xatna qilishning usullari so'zlangan. Miladiyadan burungi 2200-yillarda Misrda o'tgan Ankh-Amon qabrisidan topilgan qo'lyozmalarda o'g'illarni xatna qilishdan avval xatna qilinadigan organni maxsus dorilar bilan mas qilganligini bayon qilingan. O'g'illarni xatna qilish payg'ambarlarning peshvosi İbrahim alayhissalomdan boshlab rasmiy diniy tusga kirgan bir odat. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda İbrahim alayhissalom 80 yoshida xatna qilingan degan. Bu hadisga asoslanganda Alloh taolo İbrahim alayhissalomni xatna qilishga buyurgan va shundan boshlab İbrahim alayhissalom va uning qavmimi xatna qildigan bo'lgan bo'lish ehtimol. Xatna qilishning hukmi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: 5 ish odam avlodining qadimiy odatidan sanaldi. Ular o'g'illarni xatna qilish, sunnat qilish, qo'ltiqlarni tozalash, tirnoqlarni ilish, burutni qisqartishdir. O'g'illarni xatna qilish masalasida islom mazhablari o'rtasida har xil qarashlar bor. Shafiy, Hanbali va Maliki mazhablariga ko'ra o'g'illarni xatna qilish farzdir. Hatto bu mazhablarda xatna qilinmagan kishining orqasida namoz o'qish durust emas deyildi. Ammo Hanafi mazhabida sunnatdir. Xatna qilishning vaqti. Arab mamlakatlarida bola tug'ilgan vaqtda uning xatnasini qilib o'tish odati bor. Ba'zida bola tug'ilib bir haftadan keyin xatnasini qiladi. Alohida bir ahvol bo'lmasa, buningdan kechiktirib o'tmaydi. Saudiya Arabistonda tunilgan mashhur meditsina olimi doktor Muhammad Ali var mundaq deb yozgan. Tibbiy tadqiqotlar o'g'illarni kichik yoshda xatna qilishning intayin foydali bir ish ekanligini isbotladi. Bolalarni tug'ilganiga 40 kun to'lmasdan xatna qilish tibbiy jihatdan yaxshiroq. Ammo Uyg'urlar va shundaqlar barcha turkiy xalqlar o'g'il bolalarining xatnasini bolalar 6-7 yoshga kirgandan keyin qiladi. O'g'illarni xatna qilishning tibbiy jihatdagi foydasi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı o'g'illarni xatna qilishning Aydis kasalidan saqlanishning bir chorasi ekanligini e'lon qilgan. Dünya Səhiyyə Təşkilatı yana Afrika mamlakatlarida elib borgan tibbiy tadqiqot natijasida xatna qilinganlarning HIV virusi bilan yo'qolinish nisbatining xatna qilinmaganlarnikidan 50% tuvan bo'lganligini isbotlab chiqqan. 2006 yilning oxirida Janubiy Afrikada elib berilgan tadqiqot natijalari burunqisini ta'kidlagan. Professor Vizol 1990-yili mundaq deb yozgan: "Men o'g'illarni xatna qilish odatiga eng qattiq qarshi turganlarning biri edim. 1975 yildan boshlab o'g'illarni xatna qilishga qarshi ko'plagan maqolalarni yozdim.
Biroq 80 yillarning boshlarida hozirgi zamon tibbiy tadqiqotlari o'g'illarni xatna qilishning intayin zarurligini va nasl organlarida paydo bo'lgan rakning xatna qilinmaganlarda ko'p bo'lganligini hamda xatna qilinmaganlarda suydik turublardagi kasallik paydo bo'lish nisbatining zo'r bo'lganligini yakunlab chiqqandan keyin o'g'illarni xatna qilish odatini qo'llovchilarning qatoridan bo'lib qoldim. Tibbiy mutaxassislardan doktor Hilbrik mundaq deb yozgan: Tibbiy tədqiqatlar cins organlarida bo'lgan rakning xatna qilinganlarda intayin az ko'rilganligini va Yahudilar bilan musulmonlarda bundaq rakning yo'qning o'rnida ekanligini isbotladi. Chunki Yahudilar bilan musulmonlar o'g'il bolalarni kichik yoshda xatna qiladi. Xatna to'y Uyg'urlarning milliy an'anasidir. Xatni to'y qilish Turkiy xalqlarning, jumladan Uyg'urlarning milliy an'analaridan bo'lib, Alloh taolaning farzand ato qilganligidan iborat katta ne'matiga shukr izhor qilish yuzidan qilindi. Xatni to'y xatnisi qilingan bolalar uchun zo'r xushallik elib keladi. Ularning xatni to'y bo'lgan kun ular uchun cho'ng bayram bo'ladi. Do'stlari, tuqqanlari uni tabriklab, hadiyalarni taqdim qiladi. Ota-onalarmi bayram xushalligini yashaydi. Ba'zilari alohida mehmon chaqirib, qozon isib bu xushallikni tantana qiladi. Bolalarning xatni to'yini qilish ularning tug'ilgan kunini xotirlab, shamlarni yoqqandan nechasi yaxshi va esil faoliyatdir. Chunki tug'ilgan kunni xotirlash millatimiz orasiga boshqa dindagi millatlardan kirgan odat bo'lib, bizning na milliy, na diniy an'anamizda bo'lmagan yot ishdir. Bolalarning xatni to'yini qilish diniy majburiyat emas, balki milliy an'ana. Шуңа xatni to'y qilguvchilarning isrofchilik qilib gunohkor bo'lib qolmasligini umid qilaman. Chunki isrofchilik og'ir gunohdir. Alloh taolo isrofxo'rlarni shaytonlarning do'stlari deb tadbirlash orqali ularni qattiq so'kkan. Ya'ni isrofxo'rlar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Hozirgi Uyg'ur jamiyatida bir qism kishilar bolalarning xatni to'y munosabati bilan nurg'un isrofchiliklarni qiladi. Ular iqtisodiy yordam muhtoj bo'layotgan tuqqanlari, do'stlari va yaqinlari shuncha ko'p tursa-mu, xuddi pulni xajligli yer topolmagandek isrof qilib tugitadi. Alloh taolo ato qilgan pul molning hisobi bor. Xalqimizdami halolning hisobi bor, haromning azobi bor deydigan hikmat bor. Ona bola haqlari, bola emitish masalasi. Har qanday hayot egasining hayotini davom qildirishi va sog'lig'ini saqlash uchun oziqlanish kerak. Oziqlarımı öz tərkibleriga qarab har xil bo'ladi. Biriga foydali bo'lgan narsa boshqa birisiga ziyonli bo'lishi ehtimol. Buvoqlarning eng tabiiy va eng foydali oziqi sutdir. Sutlarning eng afzali va eng foydali bo'lgani sog'lom onaning suti bo'lib, amdi tug'ilgan buvoqqa eng oz deganda 24 soat ona sutini emdirish uning tan salomatligi uchun nihoyat muhimdir. Chunki tibbiy yakunlarga asoslanganda ona sutining tarkiblari buvoqning ehtiyojiga qarab taraqq qilib turadi. Bu alaylik yasalgan süt türlerining tarkibida yo'qdir. Onaning bolasini emitish boshlagan avvalgi kunlardagi sutning tarkibida ko'p miqdordagi protein, oqsil va madan moddalarini o'z ichiga olgan moddasi bor bo'lib, ayni vaqtda uningda may va shakar oz bo'ldi. Chunki buvoqning dastlabki kunlarida bularga hojati bo'lmaydi. Bundan boshqa, ona sutining tarkibida buvoqni har turli kasalliklarga qarshi qo'g'dug'uvchi moddalar bor. Sil kesili va boshqa irsiy kasalliklari bo'lgan onaning sutini buvoqqa emitishga bo'lmaydi. Chunki bu vaqtda emitkichidagi bu irsiy kasallik buvoq o'tida uning bejirim o'sishiga to'sqin bo'ladi. Buvoqni o'z onasining emitkiniga hech narsa teng bo'la olmaydi. Chunki har qanday ona o'z bolasiga o'z jinidanmi bakrak kuyindi va uningga alohida mehr shafqat ko'rsatdi. Öz anasının sütünü emib çoğ bo'lgan bolalar boshqa ayollardan yoki hayvonlardan süt emgan bolalarga qaraganda sog'lom va boshqa taraflardan alohida farqli o'sganligimi tibbiy va psixologiya mutaxassislarining birdek yakunidir. Chunki öz anasının sütünü emib yetilgan buvoq eng avval onalikning tepilmas shafqatiga qanadi. Onasiga kuydigan va uning amroqligini his qildigan bo'lib yetildi. Kelajakdami uning yaxshiligini qaytarishga tirishidi. Tibbiy tarafdan anaga bolasini emitishga biror to'sqinlik ko'rilgan vaqtda balani sog'lom hayvonning sutini emdirishga bo'ladi. Buvoqning o'z onasining sutini eng ko'p 2 yil emish haqqi bor. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi. Ya'ni analar balalarni emitish muddatida to'liq emitmoqchi bo'lsa, to'liq 2 yil emitish lozim. İslam şəriətining belgilemesi bo'yicha ota-onasi ajrashib ketganlik sababdan o'ttirda qolgan buvoqlarni o'z onasi emitidi.
Uning emitgani uchun otasining haq to'lishi lozim kelmaydi. Ana agar haq talab qilsa, bersi bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: Atalar analarni qoida bo'yicha yemak-ichmak, kiyim-kechak bilan ta'minlab turish kerak. Faqat kishi qo'lidan keladigan ishlarga taklif qilindi. Anani balasi sababli ziyon tortqizmaslik lozim. Atanimi balasi sababli ziyon tortqizmaslik lozim. Balani o'z tarafga ilib olgan ataning anani balasini emitish to'g'riliq zo'rlash haqqi yo'qdir. Ana xalisa o'zi emitidi. Xalisa boshqa shanchilik ananing emitishiga rozi bo'ladi. Ballar aql idroqqa ega bo'lgandan keyin o'g'il ballar otalarining ishlarini o'rganish uchun otasining yonida, qizlar oila ishlarini o'rganishi va uy ishlariga pishish uchun onasining yonida turgani yaxshi. Afsuski, hozirgi jamiyatda ko'plagan kishilar oila da'volarini islomning ko'rsatmasi bo'yicha o'z oralarida hal qilmasdan bir-biri ustidan arz qilishib sudlargacha berishidi. Buning bilan ular o'zlarini xor va rasvo qilganning ustiga o'z orasidagi muhabbat, hurmatlarni yo'qotadi. Ular Alloh taolaning bunu so'zini unutadi. Ya'ni o'zaro yaxshilik qilishni unutmanglar. Alloh haqiqatan qilgan amalinglarni ko'rib turg'ichidir. Buvaqlarning eng yaxshi uzuqi. Har qanday hayot egasining hayotini davom qildirishi va sog'lig'ini saqlash uchun uzuqlanish kerak. Uzuqlarmi o'z tarkiblariga qarab har xil bo'ladi. Buvaqlarning eng tabiiy va eng foydali uzuqi sutdir. Sütlərinin ən əvzli və ən paydalıq bolğаны sağlam anaның sütü bo'lib, əmdi tug'ilgan buvaqqa ən az degəndə 24 saat ana sütünü əmdirish uning tən saqligi uchun intayin muhimdir. Chunki tibbiy yakunlarga asoslanganda ana sütüning tarkiblari buvaqning ehtiyojiga qarab taraqq qilib turadi. Bu alohidlik yasalgan süt turlarining tarkiblarida topilmaydi. Şoňa buvaqlarni ular 6 oylik bo'lg'uchilik faqat ana sütü bilanla ozuqlantirish tibbiy mutaxassislar tarafidan tavsiya qilinmoqda.